Boshladim. Nimaga uzatdim? Hop, assalomu alaykum. Video AI haqidagi videolarimizni boshlaymiz. To'g'rirog'i davom ettiramiz. Bu safar bunaqa boshqacharoq formatda video olyapman. Oldinlari kamerasida olardim. Lekin bu safar telefonda olib turib ekranimni ko'rsataman. Hop. Bu safargi video juda ham qisqa bo'ladi. 3 tagina toolni ko'rsataman. Agar esimga tushib qolmasa boshqalari 3 taginasini ko'rsataman. Nima haqida bu? Prosta o'sha universitetda o'qiydiganlar, research bilan shug'ullanadiganlar, asosan izlanish bilan shug'ullanadiganlar yoki AI dan umuman narsa qidirishda foydalanadiganlar uchun foydali bo'ladigan. Chunki ko'pchilikdan ko'rdim, ChatGPT ni o'zini ishlatar ekan. Bunaqa bo'lishini istayman. Shuning uchun qolganlarini ham bitta ko'rib chiqmoqchiman. Ya'ni o'zim ishlatadigan 3 tasini ko'rsataman. Qolganlarini aytib o'taman. Istasangiz ishlatishingiz mumkin. Xo'p, birinchi navbatda ekranimni yozishni bosib olishim kerak. Bo'lmasam foydasi bo'lmaydi hech qaysisini. Ekranni bosamiz. Hop, adashmasam bu yoqdan ko'rsatsam bo'ladi. Qani, Hop, ekran yozib olish boshlandi. Nimagadir pastini oxirigacha olmas ekan. Lekin yaxshi. Hop, birinchisi, hop. Birinchisi Claude bilan boshlamoqchiman. Ya'ni ko'rib turganingiz Claude bu Anthropic tomonidan ishlab chiqarilgan AI. ChatGPT bilan bir xil, balkim yaxshiroq ham, ya'ni modellarini haqida gaplashganimiz bu haqida aytib beraman. Hop, Claude ham xuddi shunaqa vazifani bajaradi. Ya'ni qidiruvi bor, uni ham modellari bor. Keyin boshqa masalan Cloud Code endi boshqa masalalari ham bor, lekin qidirmoqchi bo'lsangiz bu ham zo'r variant sifatida beriladi. Nimaga? Chunki Cloud Code'ni o'zini ko'pchilikdan eshitganimda yozish uchun yaxshi deb maslahat berishadi. Shuning uchun ham shu narsani tavsiya qilyapman. Ya'ni uzun tekstlar yozmoqchi bo'lsangiz yoki researchlaringizni yozdirmoqchi bo'lsangiz, shulardan ham foydalansangiz bo'ladi. Bunda ham research funksiyasi bor. Modellari free versiya uchun Claude Sonnet 4.6 ni beradi. Ya'ni video yozilgan paytda 4.6, Claude Sonnet beriladi. Lekin agar premium versiyasini sotib oladigan bo'lsangiz, Opus ham bor. Claude Opus 4.6 hozirgi vaziyatda Claude Opus eng haligi premium modellarda, ya'ni hozirgi kundagi dasturlashda ham eng zo'r modellaridan biri. Shaxsan o'zim Claude dan ko'p foydalanaman, ayniqsa dasturlashga, backend dasturlash uchun juda zo'r foyda beradi. Anaqa instruksiyani juda yaxshi tushunadi boshqa narsalar qilinadi. Oddiy masalan bitta foydalanib ko'ramiz. Misol uchun bu nafaqat buning ichida veb-saytlar yasatirsangiz ham bo'ladi, oddiy dasturlar ham yasatirsangiz bo'ladi yoki masalan nimanidir o'rganmoqchisiz, o'sha narsani ko'radigan, ya'ni vizualniy qilib ham tasvirlab berishi mumkin. Xo'p. Bir nimani qilib ko'ramiz. Xo'p, bu tutorial maqsadida o'zbekchada yozaman. Chunki auditoriya o'zbekcha bo'lishi kerak katta ehtimol bilan. Shuning uchun o'zbekchada yozamiz. Nimagadir errorlar chiqyapti. O'zim ham tushunmayman nimagaligini. MCP dan bo'lsa kerak. U narsani to'g'rilab qo'yishim kerak. Okay. Xo'p, savolni berdim. Ya'ni men o'zbekcha gapiraman va sendan o'zbekcha natijalar kutaman. Menga LLMlar, ya'ni large language modellarini qanday ishlashini vizual tarzda sodda qilib tushuntirib bera olasanmi deb yozdim. Javob beryapti. Mana o'zbekcha ham bemalol javob berishi mumkin. Mana.
javob beryapti bemalol. Bitta narsani aytib o'tmoqchi edim, bu javob berguncha. Claude a, ChatGPTga nisbatan qimmatroq, shuning uchun ham bunaqani modelni anaqasi, ya'ni limiti tezda tugab qolishi mumkin. Bilsalaring kerak, agar ChatGPTda ham limiti tugab qoladigan bo'lsa, ma'lum bir unaqaga yetdingiz, keyingi modeldan foydalaning, arzon modeldan yoki keyinroq tashrif buyuring degan narsani aytib o'tadi. Bunda ham shunaqa bo'ladi. Tez agar ko'p ishlatadigan bo'lsangiz. Inglizcha yozib yuboribman. Hop, vizualni ham ko'rsatishini so'rayapman. Bu dasturlar oladi bemalol yoki nimalardir yaratiladi. O'shuning uchun ham bemalol ishlashi mumkin. Mana hozir ham front-end skill'larni tekshiryapti. Skill'lar haqida umuman boshqa videoda gaplashamiz. Lekin list skill'lar bu narsani qilishiga yordam beradi. Mana resursni boshladi, uje dasturlashni ham boshladi. Bu dasturlayotganda ikkinchi anaqamizni tushuntirib bermoqchiman. Research uchun foydali tool'imizni tushuntirib bermoqchiman. Ikkinchisi Perplexity. Perplexity'ni kashf qilganimdan beri anchaga ishlatdim. O'zlari menga premium ham sovg'a qilishdi orada. Perplexity'ni juda ko'p ishlataman. Perplexity search engine sifatida beriladi. Search engine emas, answer engine sifatida beriladi. Ya'ni Google'da AI ga ulangan varianti. To'g'ri, hamma modellar ChatGPT ham, Claude ham sun'iy qidiruvda amalga oshiriladi, ya'ni veb qidiruvda amalga oshiriladi, lekin Perplexity aynan shuning uchun mo'ljallangan va hozirgacha juda ham zo'r foydalanib kelyapmiz. Zo'r narsa haqiqatan ham, masalan, research qilmoqchi bo'lsangiz, insho yozmoqchi bo'lsangiz yoki nimadirlar qilmoqchi bo'lsangiz zo'r foyda beradi. Modellarini tanlash to'g'ri, unaqa pullik ko'p modellari, lekin o'zidan foydalansangiz ham, masalan, menga shaxsan yetadi o'zini tekin versiyasi ko'p narsa uchun. Hop, bu yoqda ko'pgina tool'lari bor. Masalan, Discover bo'limlari bor, boshqa bo'limlari bor, o'zini tarixi bor, travel, boshqa narsalar. Bularni uncha ko'p ishlatmayman, lekin Discover bo'limini oldin ishlatardim telefonda. Aytish esimdan chiqib qolibdi. Bu modellar hozir ko'rsatayotgan hamma narsa ham mobil uchun bor. Ya'ni telefonlaringga bemalol uстановка qilsalaring bo'ladi. Xo'p, men bu yerdagi hech narsani support qilmoqchi emasman. Просто Discover bo'limida AI yordamida yozilgan maqolalarni o'qishlaring mumkin bo'ladi bemalol. Masalan, kriptolarni ko'rsatadi yoki bo'lmasam boshqa narsalar. Spaces bor. Xo'p, Spaces nimaga yordam beradi? Как folder sifatida. Xo'p, Perplexity'ni boshidan boshlab tushuntirayda. Perplexity xuddi naqaga o'xshab search qilsalaring bo'ladi. Qolgan modellarga o'xshab, masalan, research qilsalaring bo'ladi. Menga yaqinda sodir bo'lgan koinot yangiliklarini ko'rsat. Anchadan beri video qilmagandim, shuning uchun chalkashmay ketyapman. Xo'p, Perplexity'ning zo'r tomoni. Qarang. Sizga hamma qaysi saytlardan ko'rgani mana nimani qidirdi internetdan, qaysi saytlarni ko'rib chiqdi. Mana bu pro, adashmasam pro naqadan searchdan foydalanyapti. Ikki xil search bor, oddiy search bor, pro search bor. Oddiy searchda просто internet qarab keladi, pro searchda bir nechta bosqichda amalga oshiradi. Mana bu yerda qarang. Birinchi mana yaqinda sodir bo'lgan koinot yangiliklari, keyin koinot yangiliklarini basafsir qidirib topmoqda. Ikki xil usulda qilyapman. Mana nechta saytni ko'rib chiqdi. Endi qarang, keyin menga javob beryapti. Endi bu inglizcha javob beryapti. Xohlasanlar o'zbekcha javob bersalar, o'zbekcha javob beradi, tarjima qilib beradi. Mana. Sanalari bilan, jadvali bilan mana. Endi qarang. Source'larini bu yerda ko'rsatadi. Ya'ni siz universitet uchun research qilayotgan bo'lsangiz, universitet uchun izlayotgan bo'lsangiz, hamma natijalarni qayerdan olganini ko'rsatib beradi. Bu narsani haligi nima deydi taydagina? Tayda iqtiboslarini, qayerdan olinganlarini, nomi esimdan chiqib qoldi. Nima deyilishi? O'sha narsalarni hammasini ko'rsatadi mana. Linklar orqali qayerdan kelganini hammasini ko'rsalaring bo'ladi. Endi bu narsani zo'r tomoni, yana bitta zo'r tomoni, copy tugmasini bosganingizda, ya'ni qidiruv tugmasini bosganingizda sizga mana Ctrl V qiladigan bo'lsam, mana qayerdan olganini, mana citation esimga tushdi. Citation, ya'ni qayerdan olganini hammasini qayerda olingan mana linklari bilan ko'rsatib ketadi.
Shunaqa. Buni zo'r tomoni shu. Albatta, hamma modellarga o'xshab qaytadan javob berishni so'rasangiz bo'ladi. Bunda ham deep research bor. Deep researchni bilmaydiganlar uchun hamma bilsa kerak, hamma modellarda ChatGPTda ham, Google'ni modeli Gemini'da ham, u haqida ham gaplashamiz. Claude'da ham hammasida deep research bor. Ya'ni juda ham uzoq qidiradigan, ya'ni butun internetda bosqichma-bosqich minutlab qidirib keladi. Qaysi biri yaxshi bu masalada uncha bilmayman, chunki men resursni ishlatmayman, lekin o'zlaring ishlatib ko'rib, o'zlaring uchun eng yaxshi variantini ko'rsalaring bo'ladi. Hammasida bor. Xo'p, Perplexity'ni ko'rsatdim. Perplexity'ni bemalol ishlatib ko'rishlaring mumkin. Jadval shaklida, boshqa narsa shaklida, ovoz shaklida yozsalaring bo'ladi. Yana ikkitasini ko'rsataman. 3 ta degandim, 4 ta bo'lib ketdi. Xo'p, keyingisi, xo'p, bu sal boshqacharoq. Bu ham Perplexity, lekin Perplexity'ni boshqacha varianti. Xo'p, nima? Bu brauzer, agar kompyuter ishlatadigan bo'lsalar, ya'ni telefonda ham bor. Comet brauzerini uстановка qilishni tavsiya qilaman. Adashmasam comet.com mi degan? Comet AI mi degan? Esimdan chiqib qoldi. Linkini anaqada descriptionda qoldiraman, ya'ni qaydlarida qoldiraman. Xo'p, bu narsani zo'r tomoni men anchadan beri ishlatyapman. Birinchidan, Perplexity'ga darrov bog'langan, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bog'langan, darrov deyman, to'g'ridan-to'g'ri bog'langan, ya'ni men qidiruvga yozaman masalan, menga yaqinda chiqqan, o'zim unaqa qalay, Attack on Titan animesi qaysi yillarda e'lon qilingan? Menga jadval ko'rinishida chiqarib ber. Endi qarang, shu yerda bitta narsani ko'rishingiz mumkin. Enter'da bosadigan bo'lsam, hozir unaqa Perplexity'dan qidiradi. Ya'ni Perplexity AI yordamida chiqarib beradi hozirgi modelim orqali. Agar search enter'da bosadigan bo'lsam, Google orqali oddiy xuddi brauzerlar qanday ishlasa, o'shanaqa qilib qidiradi. Men hozir sizlarga ikkovini ham ko'rsataman. Buning uchun kopiya qilib olishim kerak. Mana, enter'da bosadigan bo'lsam, o'sha bu javob berishni boshlaydi. Agar yangi oynaga o'tib turib, shift enter'da bosadigan bo'lsam, bu Google'dan qidirishni boshlaydi. Wikipediadan chiqarib beryapti. Chunki bu uzoq matn bo'lgani uchun. Endi mana qaysi yillarda, birinchi sezon 2013-yilda mana epizodlar soni hammasi bilan chiqarib beryapti. Bemalol buni foydalansalaring bo'ladi. Endi keyingi modelimiz emas, keyingi AI'miz Gemini. Gemini'ni ham ko'pchilikda ishlatmayotganini ko'rdim. Gemini'ni men deyarli ishlatdim. Faqat nimaga ishlatishni boshladik? Yaqindagina Gemini 3 Pro dizayn jihatdan, ya'ni front-endga yaxshi bo'lgani uchun dasturlashda foydalanyapmiz. Lekin umumiy kamdan-kam foydalanaman. Bu ham lekin zo'r modellardan biri. Nimaga? Buni ustun tomoni videoni tushunadi. Ya'ni multimodal nimaligini bilsalaring, rasmni o'qiy oladi, yoki bo'lmasam rasmni o'qiy oladi, ovozli xabarni o'qiy oladi, yoki bo'lmasam tekst o'qiy oladi odatiy holatda. Buni zo'r tomoni, istalgan videoni yuklab turib analiz qilishlaring mumkin. Hozir ko'rsatib berishga hozir videoim qayerdaligini bilmayman. Shuning uchun o'zlaringiz sinab ko'rishlaring mumkin. Ya'ni tashlaysizlar, videoni analiz qilasizlar. Men sinab ko'rdim bu narsani, ishlaydi. Adashmasam Pro versiya kerakmi yo'qmi bilmayman. Lekin ishlatib ko'rsalaring bo'ladi. Bunda ham deep research bor mana. Bunda keyin rasm yaratsangiz bo'ladi. Esimdan chiqibdi. Claude'da rasm yaratib bo'lmaydi. Perplexity'da rasm yaratsa bo'ladi, lekin unga ham limited bo'ladi. Qanaqa qilib qancha limit berishni bilmayman, chunki bunlarda rasm yaratishga foydalanmayman. Rasm yaratishga ChatGPT'dan foydalanaman asosan. Yoki Google'niki ham yaxshi, ya'ni Nano Banana ham yaxshi. Canva'si bor, xuddi shunaqa dastur yaratadi. Xuddi hozir ko'radigan Claude'da ko'radiganimizdaqa, yoki bo'lmasam yaqinda Create Music qo'shishibdi. Buni ko'rmagandim. Va albatta Deep Research bor. Gemini alohida qo'shib ketyapti. Bu mavzuda alohida gaplashamiz. Lekin bundan ham foydalansalaring bo'ladi. Keyin Perplexity'ni brauzeri Comet'ni zo'r foydali tomoni, foydali tomonlari juda ham ko'p. O'zi aslida zo'r foydali tomonlaridan biri, marta ko'rgan bo'lsalaring, Ads Block deb chiqib turibdi. Ya'ni reklamalarni yo'qotadigan. Men bilmasdim bu narsani yo'qotayotganini. Boshqa tanishim bitta veb-saytda ko'rayotganimizda aytib qoldi. Bu narsa reklamasi jonga tegdi dedi. Men u veb-saytda umuman reklama olmayman-ku deganimdan keyin tushunib qoldim.
reklamalarni qolganlarga nisbatan avtomatik chiroyli tarzda zo'r menga bilintirmasdan bloklayotgani uchun yoqib qoldi judayam. Albatta assistenti bor. Xo'p, brauzer assistent hozirgi вообще unaqa kuchayib ketayotgan turlardan biri. Google'niki ham bor, Claude'niki ham bor, Perplexity'niki ham bor. Uni alohida tushuntirib beraman. Assistent nimaligini, ya'ni brauzerni boshqarishga nimaligini, hamma narsasini. Lekin tushuninglar, bunda ham assistent bor. Ya'ni просто так masalan veb-saytga kiraylik. Masalan, Attack on Titan veb-saytga kiramiz. Assistentga o'tadigan bo'lsam, mana shu mavzudan javob beriladi. Can you summarize it for me desam? Can you summarize this deydigan bo'lsam, ya'ni bu veb-saytni taqrizlab berilasanmi desam, mana shu saytni o'zini umumiy summarize'ini yozib beradi mana. Любой veb-saytga kirib turib, mana shu veb-sayt haqida savol bersalaring bo'ladi. Любой savolni beraverasizlar. Bemalol javob beradi. Shunaqa. Assistent haqida bafurja gaplashamiz. Bitta ovozli assistenti ham bor, ya'ni gapirib turib, masalan, hello, how are you? Gapirib turib javob berishlari mumkin. Gapirib, gaplashib, xuddi bu Gemini'da ham bor, qolganlarida ham bor. Bemalol ishlatib ko'rishlaring mumkin. Bu mavzuga ham alohida to'xtalamiz. Assistentdan hozircha chiqib turamiz. Shu, endi Claude'ga qaytsak, tayyor bo'ldimi yo'qmi bilamiz mana. LLMlar qanday ishlaydi mana. Hammasini ko'rsatib qo'yib berdi mana. Content oladi, soladi, chiqarib beradi. Shunaqa. Bunaqaga o'zbekda. Buni bemalol kopiya qilib, masalan, yuklab olib, o'zlarining ko'rishlari mumkin. Ya'ni mana dasturi turibdi bu yerda. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsam, kodi turibdi. Bemalol bundan foydalanishim mumkin. Yoki bo'lmasam, shu yerda o'zim ishlatishim mumkin mana. Nima bu, qanday ishlaydi mana. Tushuntirib bergan hammasini. Mana. LLM qanday ishlaydi mana. Men maktabga ketdim. Eng yaqin variantini topadi mana. Bu 84% bordim so'zi 3 dim. Masalan, men maktabga 3 dim demaysiz-ku, bu narsani foizi kam. Qaysi birini foizi ko'p bo'lsa, o'shini tanlaydi. Bu narsani mana tushuntirib beryapti. LLM qaysi birini foizi ko'p bo'lsa, o'sha narsani tanlaydi. Qaysi biri foizi ko'pligini tanlashi bu narsani LLMni qanchalik kuchliligini ko'rsatadi mana. Hammasini tushuntirib beryapti chiroyli tarzda. Bunaqa qilishini ishlatsam bo'lar-ku shu narsani. Keyingi videolarda. Zo'r ekan. Animatsiyani ishga tushirish mana. Ko'zlarning animatsiya ham qilib beryapti. Уже LLMga ham qo'yibdi. Zo'r mana. Shunaqa qilib, narsalar qilib interaktiv tarzda o'rganishlari mumkin yoki dastur yozishlari mumkin o'zlaring uchun. Xohlagan narsalaringni bemalol qilsalaring bo'ladi. Perplexity ham bu narsani qiladi, adashmasam u premium versiyada Gemini ham xuddi shu ishni qiladi. Xuddi shu savol berib ko'rsak ham bo'ladi lekin. Hop. Ne qilamiz? Enter'da bosamiz. Esimdan chiqib qoldi aytgandek. Canvasni yoqib qo'yish. Canvasni yoqib qo'ysalaring xuddi shunaqa chiqarib beradi. Negadir sharmanda qilyapti. Keyin qilamiz yozamiz. Hop. Gemini. Bosdik. Endi bu ham dasturlashni boshlaydi. Уже dasturlashni boshladi mana. Dasturlash tugatganda o'zi chiqaradi. Shunaqa qilib, o'zlaring uchun interaktiv tarzda o'rgansalaring bo'ladi. Ya'ni nimadir qilmoqchisizlar, bemalol o'zbekcha yozaverasizlar. Tushunmasalaring ham yozaverasizlar. Nima qilishni bilmayapsizlarmi? So'ranglar. Shunaqa vaziyat, shunaqa qilishim kerak. Nima qilib tavsiya qilasan deydi. Mana, xuddi shunaqa mana. Bu ham veb-saytini chiqarib berdi. U albatta anaqaniki Claude yaxshiroqdi, lekin bu ham chiqarib beriladi. Bemalol ishlatishlar mumkin mana. Tokenizatsiya mana. O'ziga diqqat va boshqa narsalarda chiqarib beriladi bemalol. Bu narsa prezentatsiya ham qilib beradi. Prezentatsiyani Google Slides qo'llab turib, prezentatsiyani ham chiqarishlari mumkin bo'ladi. Yaqindagina Google Slidesda prezentatsiya qildim. Juda ham chiroyli chiqdi. U narsani yana bir gapirib beraman, xudo xolasa prezentatsiyasini. Xo'p, asosiy shular. Shu narsa shu AI turlardan ham foydalaninglar. Juda ham chiroyli AI turlar, juda ham zo'r ishlashadi. Faqat ChatGPTdan foydalanmasdan, ChatGPT ham zo'r, ChatGPTdan ham foydalaning agar o'zingizga qulay bo'lsa, boshqalardan ham foydalanib ko'ring.
Hozircha hammasi shu. Rahmat tinglaganlaring uchun. Xuzayniyat o'qinglar. Salam deydi-ku.